Mana shu qizlar darama deydi-ku, karuscha seriallar bo'lar-ekan. Meni ham to'g'risini majburlikdan men YouTube'ga video olmoqchi edim-da. Shu uchun darama ko'rishni boshladim mana. Короче, bilmayman nimaga, вот ko'raman-da mana. Men o'zim va'da berdim. Hozir podrobno tushuntirib beraman. O'zim va'da berdim. 3 tagina seriya ko'r, yo'qmasa ko'rma dedim. Hay, ko'raman. Ikkita seriyani ko'rdim. Umuman yo'qmadi. Musor-da, umuman xuynya. Uzr, ko'proq aytganim uchun 3-seriyadan keyin bilmayman qana hozir ertalab soat 6 onasini misin? Mana uni. Ertalab soat 6 bilan men nechinchi seriya? 8-seriyadaman уже. 8-seriyadaman. Va nimaga men mana bu qizni himoya qilib, mana bu bachani bilan himoya qilyapman, mana bachani nimaga men? Men nimaga bu bachani himoya qilyapman? Nima o'ylayapman? Men o'g'il bola bo'lib turib, shu bachani himoya qilyapman. Qiz bolalar nima qiladi? Bilaman, sizlar shunday qizlar nimaga sizlar daraman va yaxshi ko'rishlaringiz